Assalomu alaykum, mani YouTube obunachilarim. 2-3 may kunlari men Samarqand shahrida bo'laman. Samarqandda 2 may kuni meni qabulim shanba bo'ladi. Yakshanba kunga to'g'riladik. 3-may kuni master klass bo'ladi. YMH terapiya bo'yicha. YMH terapiyani kimlar o'rganishi kerak? Manual terapevtlar, fitness trenerlar, massajistlar, hattoki osteopatlar. Sizlar shifo ulashishda massajistlar diqqatiga ayniqsa YMH terapiya usullarini qo'shib qilsanglar, natija juda ham zo'r bo'ladi. Qaysi kasalliklarda YMH terapiya yordam beradi? Tazdagi disbalanslarda, bo'yin, bel og'rig'i, tiz og'rig'i va eng asosiysi kifoz, skoliozlarda sizlarga YMH terapiya juda ham yordam beradi. YMH terapiyani yumshoq, qattiq va trasti, ya'ni qirsillatuvchi texnikalari bor. Sizlarga trasti o'tilmaydi, chunki ayollar bilan, bolalar bilan ishlaganinglar uchun trasti o'tilmaydi, ya'ni qirsillatish texnikalari o'tilmaydi. Endi sertifikat masalasiga kelsak, sizlarga sertifikatingizda massajist, YMH terapevt deb yozilmaydi. Sizlarga master klass massaj bo'yicha va YMH terapiya elementlari bo'yicha master klass o'tdi degan sertifikat beriladi. Pechatlari bilan beriladi. 3-may kuni hammanglarni kutib qolamiz. Ertalabdan kechgacha bizda master klass bo'ladi. Orada tanaffuslar ham bo'ladi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Hamma formada bo'lsin, chunki YMH terapiyani baravar birga usullarini qilmasanglar, sizlar o'zlashtira olmaysizlar. Shu raqamlarga murojaat qilib, oldindan yozilasizlar. Narxlari bo'yicha, hamma savol, adres, lokatsiyalar bo'yicha shu raqam bilan bog'laninglar.